bilan video olaman, bandikam bilan. Xo'sh, endi funksiyani hamma biladi. Ma'lum bir vazifani bajarish uchun biz ochadigan alohida qo'shimcha. Bazacha. Ha. Ko'pchilik biz printf, scanf o'rgangandiga o'sha konsoratlarni printfga aylantirib qo'ysak bo'ladi hozir. Buning uchun nima qilamiz? Mana qaranglar. Public deymiz, static. Xo'sh, void qilamiz. Void bo'lsa ham bo'ladi. Mana printf deymiz. Bunga nima kirib keladi? Birinchi int a deymiz. Kirib kelsa, qo'shiq qilaylik mayli. konsoratlarni qilib o'sha ani chiqar. Mana bu oddiy bitta narsa bo'ldi, to'g'rimi? Endi bu bitta kiritilgan sonni chiqaradi. Endi biz 17 degan sonni chiqarishimiz kerak. Qaranglar nima deyman. Print program printf. Yo'q. Printf ni o'zi mana 1 ni chiqar desak, 1 ni chiqaradi. Ana o'rniga bir olishim. Bu joydan 1 int-ku a bo'lib boryapti, shuni chiqaradi. Yoki keyin 17 ni chiqarishimiz kerak. Printf 2. Bu funksiya bilan ishlayapti o'zi. Nimani o'zida emas. Qilyapmiz. Iya, ular aytadi. Buni qarang nima ya? Senga bilim o'rgatdim. Printf 100 qilsak, endi 100 ni chiqaradi. Qaranglar. Hozir biz oddiy bitta ko'rinishda ko'ryapmiz. Ya'ni bizning kodimiz qisqardimi? Qisqardi, to'g'rimi? Keyinchalik bu katta proyektlarni tasavvur qilinglar. Mana shu joyda 100 qatorni siz bir marta yozdingiz va 10 marta shuni ishlatmoqchisiz. Bu degani 900 qatorga qisqaradi kodimiz. Tushunyapsizlarmi? 900 qator? Ha, bizning kodimizni shunchalik qisqartirib beradi. Oddiy misol password hasher degan narsa bor. O'sha passwordni hasherni deshifrlash bor. Agar shuni yozmasangiz, qarang. Bitta funksiya qilib alohida chiqarmasangiz 100 marta kerak bo'lsa 10-15 marta password hasherni boshqadan yozishingizga to'g'ri keladi. Tushunyapsizmi? G'ayratni qiliq ekan. Taliga kodda bitta ko'ziga yaxshi ko'ringanini yozib chiqdi. Mana. Bu oddiy bir funksiya. Endi voidni hamma biladi. Void qiymat qaytarmaydigan funksiyaning turi. O'zi funksiyalar ikki xil bo'ladi. Qiymat qaytaruvchi va qiymat qaytarmaydigan. Void degani bunda return bo'lmaydi. Return mana shunaqa narsa bo'lmaydi. Nimaga desa bu void. Bu o'zimdan hech narsa qaytarmaydigan turdagi funksiyaman deyapti. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bunda hech qanday return bo'lmaydi. Agar biz bu joyga mana void o'rniga qanaqadir turdagi ma'lumot qaytarmoqchimiz desak int. Endi biz mana funksiyamiz xatolik beryapti. Chunki bu return qilib qanaqadir son qaytarishi shart. Return 0 bo'lsa ham qaytarib qo'yish kerak. Tushunyapsizlarmi? Int bilan void farqini? Xo'sh, endi qanaqa funksiya tuzamiz? Ikkisini qo'sh. Mayli, ikkita sonni qo'shib chiqarish. Eng oson. Hamma tushunadi-da shuni. Mana. Endi mainda hozir mana shu kodim ishlaydimi? Yo'q. Nimaga? Chunki uni ikkalasi chaqirmoqda. Printf o'tib ketdi-ku. Printf Mana ikkita son o'qib qoldim. Endi buni ham ismini o'zgartiraylik, qo'shadi-ku. Caps lock bosdim. Bu programmingizda turli kod notori deydi. Chunki C# ga moslashmagan. Xo'sh, endi ikkita son kiritsak, qo'shib chiqarish kerak funksiya orqali. Bitta joyda yozishku. Ha. Hozir C o'tirdim, bundan oldin esidan chiqib ketdi. Endi qaranglar. Sizlarga vazifa buni o'rta
asosiga buni S qilasizlar. Kalkulyator yasadik-ku, char b teng hozir to'xtab turing. Char endi 4 ta funksiya qilasizlar. Birinchisi et qo'sh, keyin ayir, ko'paytirib bo'l deysizlar. 4 ta funksiya, to'rtalasini if b teng bo'lsa plyusga mana et degan funksiyaga yo'q, et degan funksiyaga beraboraman mana a bilan b ni. 12 qo'shilgan 100 desam. To'xtanglar. Nima xato qildim? Bu joyga b qildim. Lekin nima qilishim kerak? S. B belgi bo'lib ketdi-ku endi. Bu nimaga 55 chiqadi? Qo'shilgan 100 qilsam 110 chiqdi. Endi sizlarga vazifa, mana shu yerdan yana 4 ta funksiya qo'shasizlar. Bu qo'sh bo'lsa, ayir, ko'paytirib bo'l va mana if else if qilib funksiyalarni chaqirib qo'yasizlar. Tushunarli-a?